g'ayurlik, rashq nima? Bu yaxshi narsami, yomon narsami? Insonda tabiatida, har bir insonda tabiatida mana shu g'ayurlik, rashq bor. Bu sifat insonning foydasiga ham ishlashi mumkin, insonning zarariga ham ishlashi mumkin. Bu sifat yomon emas, yaxshi ham emas. Inson o'zini ixtiyorida, uni yaxshilikka ishlatish yoki yomonlikka ishlatishlik. Rashq qilmagan erkakmi? Dayus bo'ladi u. Dayus kim edi? Ayolini begona erkaklardan qizg'anmaydigan, rashq kelmaydigan. Bu g'ayurlik, rashq degan narsa kishini oxirat ishlarida boshqalar bilan musobaqalashishlikka olib borsa, mana shu insonning fazilatini ko'taradi. Agar dunyo ishida boshqalardan qolib ketayotganligiga, g'ayurligi kelib, rashq kelib turib, dunyo maydoniga agar olib keladigan bo'lsa, bu sifat insonni halok qiladi. Agar oxirat ishida insonning g'ayurligi tutsa, bu mahmud, maqtovga loyiq g'ayrat deyiladi. Ammo agar dunyo ishida musobaqalashishlikka tortadigan bo'lsa, bu g'ayurlik mazmum, yomon g'ayurlik deyiladi. Demak, bu g'ayurlik degani, rashq degan sifat yaxshi yo'lga ishlatilsa, insonni yuqoriga ko'taradigan narvon bo'ladi. Agar dunyo matosida, dunyo maydoniga tortib qo'yadigan bo'lsa, musobaqalashishlikda insonni halokatga olib tushib ketadigan asbob bo'ladi. G'ayurlik har bitta insonda bor. Erkakmi, ayolmi farqsiz. Ammo ayollarda bu g'ayurlik erkaklardagidan ko'ra ko'proq ko'zga tashlanadi. Masalan, qancha qori ukalarimiz bor, qaysidir oshnasi 30 bora Qur'on yodlabdi degan gapni eshitib turib, ichidan g'ayurligi kelib, men qolib ketamanmi deb turib, shu g'ayurlik sabab Qur'onni yodlab olgan bo'ladi. Qara deydi, ona oshnam deydi, 2 bora Qur'on yodlabdi mana shu Ramazonda deydi. Desa, hali o'g'il bolaga nima kirib qoladi ichiga? O't kirib qoladi. Nimaga men qolib ketishim kerak deydi. Yana kimdir savobli amallarda o'zib ketayotganini ko'rib turib, kimdir yana o'zini savobli amalga uradi. Demak, hozir aytdik, inson mana shu g'ayurligini to'g'ri yo'lga bursa, najotga yetadi. Agar noto'g'ri yo'lga buradigan bo'lsa, halokatga yetadi. Masalan, bir odam, boy odam mahallasidagi har bitta bir kambag'alni uyiga Ramazonda bir qopdan un tarqatibdi desa, haligi odam sizdan puli ko'p emas. Bilasiz, siz pulingiz ko'p undan. Nimaga o'qiganda men qila olmayman deysiz? G'ayurligi sizni savobli ishga undaydi. Yana bittasi Ramazon oyida mahalladagi miskinlarga bir tonadan ko'mir tushib beribdi qishga degan gapni eshitdingiz. Buni ham pul olsiz sizdan. Bundan pulingiz ko'p sizni. Nimaga men qila olmayman deysizda, shu g'ayurlik sizni amalga turtiydi. Xulosa birodarlar, xulosa g'ayurlik insonni yo halokatga, yo najotga yetkazadi. Endi zamonamizda odamlar birini ikkinchisidan puli oz bo'lib qolayotganligi uchun g'ayurligiga keladi. Yaqulu ahlaktu mala lubada ayahsabu allam yarahu ahad. U maqtanib, juda ko'p mol va dunyoni sarf qilib qo'ydim deb, u o'zini riyokorlik bilan mol va dunyo sovurayotgan paytida hech kim ko'rmaganda o'ylaydimi? Va rahmat robbika xayrun mimma yajma'un. Parvardigoringizning rahmati esa ular to'playdigan mol va dunyodan afzal. Demak, biz kimga qarab turib g'ayurligimiz kelishligi kerak? Xayrli ishlarda bizdan o'zib ketayotgan birodarlarimizga qarab g'ayurligimiz kelishi kerak va ulardan o'zishlikka harakat qilishimiz kerak. Dunyo matohida qolib ketayotganimizga g'ayurligimiz kelmasligi kerak. Dunyo ishlarida sizdan o'tib ketayotgan odamga nisbatan g'ayurligingiz kelishi sizni hasadgo'ylikka olib borib qo'yadi. Oxirat ishlarda sizdan o'tib ketayotgan odamni ko'rib turib, g'ayurligingiz kelishi havasingizni oshiradi. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Alloh taolo aytadi: "Bas, musobaqalashadigan odamlar bo'lsa, mana shu oxirat ishlarida musobaqalashsin." Bas, amal qilguvchilar mana shunday mangu baxt saodatga yetaklaydigan amalda bir-birlashma qilsin, bahslashsin, amal qilsin. Rashq xususida, g'ayurlik xususida. Ayol kishi albatta erini rashq qiladi, qizg'anadi. Agar rashq qilmasa, erini
er bu xotinni yaxshi ko'rmay qo'yadi. Demak, er nimaga yaxshi ko'radi ayolini? Chunki ayoli bu erini yaxshi ko'rganligi uchun rashk qiladi. Ayol yaxshi ko'radi,